Xo'p, shahar shovqinidan charchaganlarga 50 sotiylik 100 tub daraxti bor, chiroyli bir mazza joy topib qo'ydim. Sizlar bilan obzorni bitta ko'rib chiqamiz. Manzilimiz Marg'ilonda, Progressda 50 sotiylik o'zini mana binosi ham bor, yashashga bir xona yashash uchun tayyor. Bu videoda ko'rinayotgan barcha narsalaring bilan shundoq sotilyapti. Shahar shovqinidan charchagan bo'lsa, siz uchun aynan zo'r taklif. Mana bu yerda bitta xonasi bor. Vaqtinchalik yashab turgani, kelib o'zingiz uchun bitta remont qilib, chiroyli holatga keltirib olasiz. Hamma yo'g'i bor, sug'orishga suvlari bor, 100 tub daraxti bor, o'zini mana bu yerda tagida podval qismi ham bor. Tepada o'zini mansardi ham bor. Kelib o'zingizga moslab, chiroyli qilib bitta remont qilib olasiz. Endi bu yerda daraxtlari 100 tub daraxti bor ekan. Olma, anor, uzum, hamma mevadan bor. Shaftoli, o'rik deysizmi, nimaiki xohlasangiz, hamma daraxtdan bor. Xo'p, hozir biz Marg'ilon Progressida biz 50 sotiylik bu daraxtlarni qarang. Katta bir necha yillik endi bilmayman, rosa katta daraxtlar ekan, mehrni berishgan ekan. Hamma daraxtlari mevaga kirgan. O'rik, shaftoli, gilos, valavo giloslargacha ekib qo'yilgan ekan. Xo'p, shaharda shovqinidan charchaganlar uchun zo'r idealniy taklif. Kelasiz, shundoq damda olaverasiz. Xo'p, narxini 41.500 ga baholashyapti. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan joy, yoqsa baraka qilib, yana ham tushib beradigan joyi bor.